Jinsiy aloqa vaqtida oyoqqa narsa kiyib aloqa qilish ereksiyani kuchaytiradi deyishadi. Shu qanchalik to'g'ri degan savol obunachimizdan tushib keldi. Xo'p, hurmatli do'stlar, hozirgi kun tibbiyotda bu narsaga aniq isbot yo'q. Chunki oyoqqa narsa kiyasizmi, kiymaysizmi, agar sizda testosteron past bo'lsa, ereksiya bo'lishi ham qiyin bo'ladi. Agar sizda testosteron baland bo'lsa, ereksiya sizda zo'r bo'ladi. Buni aniqlash uchun qabulga kelishingiz kerak, tekshiruvlardan o'tishingiz kerak. Tekshiruvlardan o'tgandan so'ng siz jinsiy aloqaga qay darajada qodirligingizni aniqlashingiz mumkin. Agar sizda yoki kimdirda shu oyoqqa kiyib aloqa qilsam, menda ereksiya yaxshi bo'ladi degan tavsiyalar ko'p bo'layotgan bo'lsa, bu ko'pincha holatda psixologik bo'ladi. Ya'ni siz o'z miyangizga shuni o'rnatib olgan bo'lasiz. Hurmatli do'stlar, agar sizda rostdan ham erektil disfunksiya, ya'ni olat turishida muammo kuzatilayotgan bo'lsa, aslo kechiktirmasdan malakali urolog, androlog mutaxassisini oldiga boring va u sizga eng kerakli va zamonaviy yechimni beradi. Agarda video foydali hamda manfaatli bo'lgan bo'lsa, do'stingizga yuborib qo'ying hamda sahifaga obuna bo'lishni unutmang.